Qalqonson bezda tugunlar bilan bizga murojaat qilgan birinchi ishimiz bizada bemorlarni ko'rikdan boshlanadi. Bu xonada qizlarimiz tarafidan kerakli analizlarni kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, ularni to'ldirish va kasallik tarixini shakllantirish bilan shug'ullanadi va bemor bilan operatsiya xonasida taxminan 20-30 daqiqadan keyin ko'rishadi. Amaliyotimizda eng kerakli bo'lgan tibbiy anjomlardan biri bu lazer generatorga ulanadigan elektrodlar hisoblanadi. Ular bir martalik bo'lib, pechatlangan shaklda bo'ladi. Jarohat maydoni, ya'ni biz ishlashimiz mumkin bo'lgan joy, mana tugunimiz turibdi, ana bosib turibdi, yaxshi e'tibor bersangiz. Mana o'sha joyni steril betadin eritmasi bilan birlamchi ishlar kirurgik ishlar berilgandan keyin amaliyot qilishga kirishamiz. Amaliyotimiz o'z yakuniga yetdi. Aytaveradigan bo'lsangiz, amaliyot bajarilgan nuqtamiz mana shu joy, kichkinagina nuqtacha xolos. Bu betadinni qoldiqlari. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Nimadir og'riq sezdingizmi? Yo'q. Qancha davom etdingiz necha prosedur? Bunaqa ko'pana. Yuragingiz mazasi qochib qolmadimi? Boshqa vaqtda aytgandek. Bemorimizga yurakda muammosi bor deb xirurglar bemorni operatsiya qilishdan sal kechiktirishgan ekan. Shu sababli bizga murojaat qilishdi. Bemorimiz holati yaxshi. Taxminan 5 daqiqa davom etdi. Ichidan 3 ml atrofida suyuqlikni olib tashladik, qolgan qismini ko'tarib qo'ydik. Bemorimiz holati yaxshi. Kuzatuv xonasiga o'tkazamiz va bemorning ketishdan oldingi fikrlarini o'zlarini bilib olamiz. Oldingi yildan boshlangan 1 yil bo'ldi. Oxiriga borib bezovta qilishni boshladi. Keyin doktorga murojaat qildim. Yutinganimda, keyin tomog'imga narsa qadalgandek bo'ldi. Nafas olishlaringiz? Nafas olishlarim ozgina ta'sir qildi lekin. Operatsiyadan oldin anaqa qo'rquvli bo'ldi, qo'rqdim ancha. Lekin operatsiyaga kirib chiqqandan keyin o'sha qo'rquvlarim bosildi. Operatsiya davomida menga savollar berib turishdi, savollarga javoblar berib turdim. Lekin unaqa qiynalmadim. Yaxshi o'tdi operatsiya. Ko'p vaqt ketadi deb o'yladim. Bunaqa ko'p vaqt ketmadi. Uzog'i 5 minutda o'sha bo'lishdi. Qanaqa his qildingiz? O'zimni yaxshi his qildim, qiynalmadim. Og'riqli bo'ladi dedim, bunaqa og'riqli bo'lmadi. O'zingiz tilingizda turing, yutingangiz nimada tiqilgan deb bo'larmidi oldin? Bo'g'otdi-da. Hozir bormi? Yo'q, tiqilish bo'lardi. O'sha operatsiyadan keyin noqulayliklar o'sha ketdi. O'zimni yengil his qilyapman. Minnatdorchilik bildirmoqchiman. Qo'llari juda yengil jarroh ekanlar. Ulardan minnatdorman, lekin gap yo'q, lekin bu klinikaga juda xursandman. Men bu klinikani hammaga tavsiya qilaman. Ishonchli, anaqa klinika ekan, hamma kelishini tavsiya qilaman.